Ko'p ayollarning eng katta xatosi kutish. Kutadi. Erim qilib bersin, erim o'zgarsin, erim to'g'rilasin, erim yaxshi gap gapirsin, erim ya'ni qilib bersin, majbur. Kutadi. Kutayotgan inson o'layotgan inson. Bir oilaviy davradamiz. Shu payt turmush o'rtog'imga choy quyib uzatdim. Endi yana bitta turmush xotin bilan birga oilaviy o'tiribmiz. Turmush o'rtog'imga choy uzatdim-da, keyin aytdimki, "Sultonim, butun muhabbatim bilan sizga choy quyib beribman" deb uzatsam, keyin ular ham bir chiroyli gap bilan "Rahmat, qabul qildim" deb chiroyli javob bersalar, haligi erkak aytayapti ayoliga. "Ko'rdingmi? Turmush o'rtog'iga qanaqangi mulozamat qildi" desa, ayol aytib, "Siz ham ko'rdingizmi erining javobini" debdi. Nima bo'lyapti bu yerda? Bir-biridan kutyapti. Birinchi boshlaydigan odamning o'zi yo'q. Kutyapti. Qara, keyin ikkinchisi solishtirish. Hech bir erkak subuti, ori, g'ururi bor erkak o'zini boshqa erkak bilan solishtirganni qabul qilmaydi. Hech qachon. Hech qachon. Va xuddi shunday